To'xtangiz, Ahad. Ne uchun kirdingiz? Ne maqsadda kirdingiz? Nima ishing bor? Shunga tegmoqchimisan? Shu oliftaga tegmoqchimisan? Mayli, nima ham derdik? Baxtli bo'linglar. Sabina, qayerga ketib qoldingiz? Axir bu gullarni sizga deb olganman. Menga gul kerak emas. Bo'lmasa, yuring, mashinamda borib qo'ying. Yo'q, men o'zim avtobusda ketaman. Avtobusda? Endi avtobusga chiqsam, tanishlarim ko'rsa, uyalib qolaman. Bo'lmasa, gullarni olsangiz bo'lardi. Yo'q. Kuzatib turar edim naridan, ishonardim bir kun kelib o'zgarasan deb, baribir men uchun yurakdan sevasan deb. Dona, 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 yuragimda eding yagona, atrofimda eding parvona, bugun esa bo'lding. Kuzatib qo'ymadim. Sag'an ne? O'tir mashinaga, uyingga borib qo'yaman. Ne? O'tir deyman, uyingga borib qo'yaman, damoy. Aytdim qo'y Sag'an, sening mashinangda ketdingman deb. Yana avtobusmi? Хотя бы peshkom ketaylik. Ha, Qozoq kelin serialida biz aynan mana shu qismda birga bo'lib baxtli bo'lib ketishimiz kerak edi, lekin taqdirni bizga nisbatan o'zini o'ylab qo'ygan ssenariysi bor ekan. Shuning uchun ekrandan uzoqlashmaysizlar. Так что hali beri xayrlashmaymiz.